Assalomu alaykum barchaga xayrli tong. 19 fevral barchani boshlagan muborak ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Hammanglarning ibodatinglar mustahkam bo'lishiga, tutgan ro'zalaringni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Shunaqa chiroyli oilaning birinchi kunida bizning patsientkamiz Tojikistondan kelganlar. Bular yoshlari 30 da 2 yil avval zamb klinikada o'tkazilgan. 10 yillik birlamchi bepishlik bilan birinchi programma birinchi ekanmiz natija bo'lmadi, lekin ikkinchi perinosdan farzandli bo'lishda kesarcha kesish yo'li bilan bola tug'dirilgan. Kesilgan joyda chokladagi iplar qolib ketganligini o'zingizda ko'rib, shuning uchun hozir diagnostik gastroskopiya qildik va u yerda faqatgina biriktiruvchi to'qima borligini ko'rib, bachadonchida hech qanday shikastlanish yo'qligini aniqladik. Endi xudo xolasa 2-3 oydan keyin bular Rossiya Federatsiyasida yashashar ekan, ko'chib ketishyapti. O'sha yerdan xudo xolasa kelinlar bolalarni yana ikkinchi farzandlikasini ekib beramiz. Bizning yana laboratoriyamizda bir nechta yaxshi sifatli embrionimiz bor. Keyingi perionosimiz ham shunaqa omadli bo'lishini tilab qolamiz.